Aka necha pul ketdi bu? Bu Tarozigami? o'lchanyapti, tarozi. 60 ming so'mdan o'lchab olishga, taroziga qanday ko'ramiz mana shuni. Tonnalik nasib bo'lsa bu qadar bugun anchagina sivroq ekanlik mana. Bu qadarni zo'r. Yo'q mana. Mol anchagina tushgan deyapti, bir ko'ramiz endi hozircha. O anchagina sho'x ekanligi. Bir gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum aziz Sahrodagi Bo'ron kanalining obunachilari. Akajon qancha ketdi bu? 15 million so'mga baraka bo'libdi mana. Zo'r. Nasib bo'lsa bugun haftaning seshanba kuni bilan Samarqand viloyati Paxtachi tumani Kalin seshanba bozoriga tashrif buyurganmiz. Mana shu buqani hozir ko'ramiz, like bosib qo'llab-quvvatlab tursizlar. Bunda qiziqarli videolar bo'ladi nasib bo'lsa. Qani taroziga 60 ming so'mdan o'lchab olishga necha kilo go'sht qiladi deysiz? Bozorda boshiga ko'taryapti lekin. Voy. Yes. Mamuni qarang mana. Maşallah. Hammamizga nasib bo'lsin shunaqa buqalarni boqish. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham hozir navbatda turibdi, ko'ramiz hozir. 500 497 499 500 kilo ekan shu atrofida. Mana bu ham tonna keladigan mana. Hisobini olaylikchi bitta. 500 kiloni ham 495 ham deylik. 60 ming so'mdan qanchaga keladi? Qancha? Salkam 1 tonna. 900. Aka necha bilan oldi buni? 937. 937 kilo. Aka qanchadan bo'ldi bu? Qanchadan keldi aka bu? Kiloga. 12 mingdan. 12 ming so'mdan so'yib olishga mana aka. Necha kilo go'sht qiladi deb o'ylaysizlar? Gap bo'lishi mumkin emas mana aka. Buqani haqiqatda zo'r gigantlik chiqdi mana bozorga. 940 desak ham, xo'p. Necha kilo go'sht qiladi? Agar 60 ga 40 bo'lsa ham yo 70 ga qilib beramiz ekan. Aslob akalarimiz yozdilarchi necha kilo go'sht qiladi? Xo'p. Oldingisini bitta hisob kitobini ko'ramiz. Qanchalik 495 kilo ko'paytiramiz. 60 ming so'mdan. Qancha bo'ladi shunga? 29 million 700 ming so'mga oldingisi bor ekan bu. Hop, bunisichi. Yey. Tak. Necha kilo hisoblaymiz? 700 kilo qiladimi? 700 kilo qilganda ham ko'paytiramiz. 12 ming so'm. 78 million 400 ming bo'lar ekan agar 700 kilo go'sht qilsa, boyaga chiqib ketgan bo'lamiz. Zo'r. Aka taroziga necha puldan ketdi bu? Qanchadan ketdi aka? Kiloga 374 kilo. 374. Qanchaga oldingiz? Men beraman, tortuv. Qanchaga oldingiz? Gapirish kerak. Mayli. Xo'p, dalchi davom etamiz bo'lmasa. Bozor qizigandan qizyapti lekin. Aka qanchadan oldingiz buni? 300. Oyoq tep qoldi. 305. Necha bilan ketdi aka bu? Aka, qanchaga oldingiz? Aka. 22 millionga baraka bo'ldi. 22 million so'mga baraka bo'ldi. 305 kilo keldi. Aka buni ish bilan oldingiz mana. O'lchab ko'ryapsiz kilosi. Ha.
yo sotib oldingizmi? Yo'q, yo'q, aka, kilosi ko'ring. Ha, просто так, ha. 395. 395. Bor. 395. Aka, oyoqlaymi kilogami? Kiloga. Nechi puldan olding? 63 mingdan. 63 mingdan oldim. 620. 8. Skitkasi bormi? Yo'q. Yo'q. 629. 29. 629 mana. 63 ming so'mdan. 63 mingdan. 620. 28. Sat. Fark pulli. Fark. 629. Sizman sherigi. Ha, men. Pulli qaytar. Mana. 39 million 627 ming so'm. Voy, ajoyib. 39 million 627 ming. 39 million 600 ming ham bo'ldi, qaymani. Aka qancha ketdi bu? 12 millionga oldim. 285 ta. Zo'r barakasini bersin mana. Xudo rahmat. Bugun taroziga bosib olamiz, taroziga narxlarni. Mana shu 17 million so'mga bozorda olindi. Kilosini ko'ramiz hozir. 390 mı endi? 390 kilo chiqdi. Mana necha. Bir qator bozordagi bu qadar narxlarni aylanib chiqaylikchi. Qanaqa bo'lyapti narxlar? Bir qator hozir ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa mana. Egasi bor bo'llardan video qilamiz. Orqasi keng, haqiqatda baquvvat, zo'rlari sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. E'tibordan yaxshi mana go'shtga to'lgan variantlardan bor ekan. Aka kimdan ekan bu? Kimdan bu? Bu sizdan, ha? Qancha so'rayapsiz buni? Buni taroziga 64 dan so'rayapti. 64 mingdan taroziga o'lchab olishga. Hali o'lchab ko'rmadingizlar. Qancha chiqdi? 665 kilo. 665 kilo go'sht qildi mana aka. Nima edi? Tirik vazniga chiqdi. Orqa tomonlarni bitta kengligini ko'ring, maşallah. 43 million so'm oyoqlaygan. 43 million so'm oyoqlay so'rashgan. Yoshlarni nima deymiz? 2 dan oshdan 2 yosh bo'ldi. 2 yosh bo'ldi. To'rkurakmi? Ikkurakmi? Tish endi buzdi. Tish endi buzdi, ha, ikkurak bo'ldi. Mana, zo'r. Yeb-ichishi, sog'lig'i garantiyasi bilan. Bu qanday deymiz aka zotini endi? O'zimiz mesniki chatishtirdingizmi? Mesnalardan, ha? Yaxshi. Aka nomer aytamizmi? Sotamiz ha bozorda. Yaxshi aka. Bo'ladi. Zo'r, nasib qilsin hammamizga mana shunaqa degan bo'lamiz. Keyingilarga mana aka. Adashmasam mana shuni o'lchovi bo'ldi. Bozorda kameraga ham tushdik aka. 940 kilometr qancha qildi? 900 kilodan ziyod qildi lekin ancha. 112 ming so'mdan o'lchab olishga qilingan bu adashmasam mana. Go'sht so'yiladi. O'lchab olishga 112 ming so'mdan chiqadi mana. Mana. Akalar kimdan bo'yinda? Yo bu sherigim aka adashmasam. Aka sizdanmi bu? Buni boyagi o'lchangan bo'lganmasmi? Ha, shuda. Shuda, ha, shved. 600. 940 necha chiqdi? 945 chiqdimi adashmasam? Nima, zapsda bor hozir esmashda. Zo'r mashallah. Shunda ya eng katta bozordagi buqa. Salkam 1 tonna jivoy bo'lsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'yingiz necha? Siz 170 dan ziyodsizda, bu lekin 170 chiqadi mana. Orqalariga yomon havas qilib qarang. Mashallah. Odam bilan sog'liq qilamiz, odam bilan. Ha, o'zingizdan olib qo'ydim hozir. Mana shu. Assalomu alaykum, hormangizlar.
Aka qanchaga savdo bordi? 64 taroziga so'rayapti. Taroziga 64 ming so'mdan живой eski o'lchab olishgan. Bermadingizlar ha? Tortib ko'rdingizmi? Necha kilo qildi? 810 kilo. 810 kilo. Rekordni yangilabdi-da u, ha, orqadagi. Zo'r. Mana aka. Nomer aytamizmi aka? Qassob akalarimiz aloqaga chiqadi. Nomer bormi aka? Shef, nomer ayting. Sog'ling. Nomer 93lik 319 3078. Bozorda mollar haqiqatan ham ko'p, lekin bugun o'tgan haftaga qaraganda ham mol anchagina ko'p tushgan. Savdolar ham jonli bo'lib turibdi. Mana shu ko'p turgan o'zi ham 35 millionga baho qo'yilyapti. Qancha savdoni ko'rdi aka? 31 milyon 500 qilyapti, 31 milyon shunday. 31 Ha, million, mana o'tab qiladi. 31 million 500 gacha ko'tardi. Shunday, ha. Nomer aytamizmi? Savdasi bor ekan. Nomeringiz? Nomerim aka 93lik. 93lik 532 532 28 68. 28 68 kelishib gaplashaveramiz. Narpay charxinga. Narpay charxindan. Zo'r akajonim ha. Ajiyan, o'zing boqqanmisan? Malades. Orqa tomondan bitta ko'rsatib qo'yay. Mollar haqiqatda ko'p. Ikkinchi qismda alohida qilamiz nasib bo'lsa. Kuzatishdan. Aka qanchaga ketdi bu? 8 million 700 ga oldingizlar. Zo'r, barakasini bersin, xonojincha. 8 million 700 ga ketdi. Ha, bu orqa tomonlar. Ikkinchi qismda boshlaymiz. Podeshga qilganiga kattakon rahmat. Bundan ham qiziqarli ro'yxat faqat nafsada bo'ladi. Obuna bo'y qo'ying.